2mi? Yo'q. pH 6, EC 1,5 qiling. 1,5. Ha, 1,5. Suvniki bilan o'zi 2 dan oshib ketyapti. Aha. Tushunarli. Uni o'lchab yana aytib olasiz, necha bo'ladi pH, EC'si necha bo'ladi, hammasini to'shni qilib. Chunki bu oziqalar ichidagi pH tushirishi ham, tushiradiganlari ham bor-da ichida. pH 6, EC 1,5. O'simlikning sostoyaniyasiga qarab 1,5 EC yozdik. Hamma elementlar ishtirok etgan holda, hamma elementlar. Plus hozircha azotli kislota. Keyingisida ortofosforli kislotaga o'tasiz. pH tushirishga. Gradus 20. Ha, gradus 20 bilan 25 orasida bo'lsin, albatta. 25. Ha, u plus 10 gradus, 12 gradusda noto'g'ri ko'rsatadi. Ha. O'zgarib ketadi pH ham. Shunga ham bog'liq. Temperaturaga ham bog'liq akalar. Haligacha muzdek suvni gumbillatib tashyapsizlar. Muzdek suv bermaylar. Shu temperatura shunaqaga minimalnisi 18 bo'lsin, 18 dan past уже past уже. Oziqa ham qisqasi yeyish ham bunaqa qilingda, o'simlikni ham stressga solib tashlaysizlar. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum.